Assalomu alaykum, kelishingiz. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Shuni kiyib olasiz, bizdan ozgina bo'lsa ham sovg'a. Kiyib olsangiz chiroyli bo'ladi. Ozgina vaqtingizni olamiz endi Vero haqida surishtiramiz sizdan. Hop, bizni milliy brendimiz, O'zbekistonning milliy brendi hisoblangan Vero haqida so'ramoqchimiz sizdan. Ya'ni Vero gipsa kartonlarini Qirg'izistonda qanday qabul qilishyapti? Anchadan buyon ishlaysiz, shu Qirg'izistonga toshda shofyorlarimizga bosh bo'lib, doimiy kelib ketasiz siz. Shunga sizdan so'ramoqchimiz, Vero qanaqa o'zi? Qirg'izistonda qanday qabul qilyapti? Demek Vero Kırgızistan'da yaxshi rынокта yaxshi qabul olgan uchun biz ayına 3-4 reysde gelip olursa 10 buramda çekildi. Bir reysde 10 buradan gelip olur. Yaxshi qabul olur. Bu gipsa kartonda o'zini bir sifati qanaqa ekan? Bir mijozlardan surishtirganlaring bormi? Surishtirganmisizlar? Sürüştürüp demek bu o'zim biz o'zimiz rынокта ishlagan uchun tashqan rыноктunda ustalardan so'raganda ustalar aytishadi yaxshi deb. Şimdi başka adamlarga qaraganda ama iyi işlerinde gitki jaklarında yaxshi bo'lgan uchun yaxshi bo'ladi. Ustalar удобныйda bunday ish qilgan uchun. Shuning uchun sifat jag'idan yaxshi deb qabul oldim. Siz O'zbekistonda bir mehmondo'stligi haqida nima deysiz? Mehmondo'stlik endi yaxshi. Sog' bo'ling, Qirg'izistonga omad. Sog' bo'ling.